ichida nima bor bilasizlarmi? Assalomu alaykum. Qizlar, maylimi sizlarni 1 minutga? Bitta savolim bor. Ha? Joninglar sog' bo'lsin, charchamaylar. Yaqinda biza Yunusobod turimizda ishtirokchi qidiryapmiz, okamizda. Aka, assalomu alaykum. Maylimi sizlar 1 minutga? O'zingizga manfaatli bo'ladi. Ko'rasizlar, joninglar sog' bo'lsin, charchamanglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Biz ko'chada mana shu 10 million egasini qidirib yuraveramiz shunada. Bizga ketamiz. Assalomu alaykum. Hammanglar 1 minutga maylimi? Ha, bitta savolim bor. Qaranglar, mana shu ichida nima bor? Ha, pul bor, Mabodo ko'rmaganmisiz? Ha? Ko'rgansiz, bo'ldi. Demak, ruchkani sotib olgan bo'lishingiz kerak. Agar 10 ming so'm turadigan ruchkani sotib olganingizda, mana shu pulni sizga berib olgan bo'lardim. Endi men olgansiz, olmagansiz bilmayman. Agar olgan bo'lsangiz 10 millionni olib ketdingman-da. Mana shu 10 million anchadan yuribdi. Ruchka olganmisiz? Temur Barat ruchkasi. Olmagansiz, bilasiz, voy gap bo'l. Qarang, mana sizga yana bitta imkoniyat. Meni ko'rganingiz uchun mana shu 2,5 million pulni sizga berib yuboraman. Agar menga podpiska bo'lib, oxirgi 3 ta videomga like bosgan bo'lsangiz bo'ldi. Yo'qmi? O'sha yerdan qilmagansiz. Voy, yaqinlar sizlar ko'rib turibsizlar-ku. O'zi ishondingizmi? Haqiqatmi? Mana siz oldingizdan chiqdim, to'g'rimi? Yo'q, bersam ham sizlar shartini bajargan bo'lishingiz kerak edi, to'g'rimi? Ko'rdinglar. Yaqinlar, qaranglar, biz ham mana shunaqa ko'chada, biz ham mana shunaqa yuramiz. Kim ruchka olgan odamni qidirib yuramiz. Endilikda sizlar ruchkani onlayn ravishda sotib olsanglar ham bo'ladi. Uning uchun Telegramdan mana shu nicklarga yozib olishinglar kerak bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qani go. Charchamanglar qizlar.